Kamolat 4 yildan beri Guliston shahar 2-sonli bolalar musiqa san'at maktabida tahsil olib kelmoqdaman. İlk bor fortepiano chalishni ustozim Mamaysoqova Sench opadan o'rganganman. Ular menga musiqa olamining juda ham go'zal va sir san'atlarga boyligini o'qitib kelmoqdalar. Men o'zbek va chet el kompozitorlarining mashhur asarlarini ijro etib kelmoqdaman. Bugungi kungacha men shahar, viloyat, xalqaro va onlayn ko'rik tanlovlarida ishtirok etib, Grand Prix 1, 2 va 3 o'rinlarni qo'lga kiritganman. Bu yutuqlarga erishishimda avvalo ota-onam va ustozlarimning hissasi juda katta. Men kelajakda musiqa sohasida o'zimni rivojlantirib, Yevropa sahnalarida ham o'zimni ko'rishni xohlardim. Fortepiano yo'nalishida yutuqlarga biz bilan birga erishing.